kelsak aytdiki, bu xonadonda turmush o'rtog'i ham, onasi ham, otasi ham o'tib 3 ta go'dak, bittasi 6 yosh, 3 yosh, 2 yosh go'daklar o'zlari qolgan ekan. Bunga faqat qo'ni boshlari qarab turar ekan, oziq-ovqatidan hammasidan go'daklar qolgan ekan. Afsuski hech kim yo'q ekan bularning o'zida. Nima bo'pti bu? Otasi ham, onasi ham o'tib qolgan, uylari ham yo'q, hech kim yo'q. Eng yaxshisi bularga faqatgina qo'shnilari xabar olarkan. Shu yer atrofidagi ularda hovlida ham o'rib turgan qo'shnilardan Alloh rozi bo'lsin. Hech kim ota-onasi hayotdan bevaqt o'tmasin. To'g'risi shu xonadonga kirib qaytib ketgan paytda qalbimiz mahzun bo'lib qoladi. Alloh o'tganlarga rahmat qilsin.